Aka, Shomurodov formasi kelib qoptimi? Bu formami? Ha? Bu alohida tema, videoning oxirida aytamiz. Bu yerda undan ham yomonlari bor. Bitta like qilmasanglar, masalan, to'liq obzorni qilib beraman. Chelseaning 2025-26 kiyadigan formasi narxi 90 ming so'm, shortigi bilan komplekt. Arab komandalarini so'rayman deydi. Al Hilol, Al Ittihod. Xolisanglar Benzema deb ham beramiz. Narxi 90 ming so'm, shortigi bilan komplekt. Inter Bavariyani chiqarib yubordi. Liga Chempionatda yangi formasi narxi 90 ming so'm, shortigi bilan komplekt. Bularning hammasining razmeri S dan 2XL gacha. Mana Barsa formasini bitta ko'ringlar o'zingizlar, qachon kelgan buni? Narxi 90 ming so'm, shortigi bilan komplekt. Italiya juda ham chiroyli formasi keldi. Yana bitta Barsaning formasi. Bu Pavtor keldi, qolmagan edi. Narxi 90 mingdan. Liverpool mana formani ko'ringlar o'zingizlar, shortigi bilan komplekt, narxi 90 ming so'm. Real Madrid formasi kelib qoldi-yu, yengisi. Shortigi bilan komplekt, narxi 90 ming so'm. Bir hafta tugagan Milanning retro formasi kollaboratsiyasi keldi, narxi 90 ming so'm. S dan 2XL gacha razmeri bor. Angliyaning ikkita formasi keldi, juda ham chiroyli, narxi 90 ming so'm, shortigi bilan komplekt. Barsaning qora formasi Pavtor keldi, qolmagan edi, ko'pchilik kutishyapti, narxi 90 ming so'm, shortigi bilan komplekt buni. PSG ham Pavtor keldi. Endi Shomurodov formasiga keladigan bo'lsak, o'zi formani yozuvsiz, narxi 90 ming so'm, shortigi bilan komplekt. Bu o'zimiz print qilganmiz. Shu turishi, mana shortigini ko'rsataman. Sizlarga 140 mingga aylanadi. Kimga endi shunaqa print xizmatlari, yangi formalar kerak bo'lsa, Elite Sportda sizlarni kutamiz. Hammaga rahmat.